Qaranglar, 4-savolni birgalikda o'qiymiz, keyin ishlaymiz. Birinchisi, aka va ukaning hozirgi yoshlari 4 va 5 ga to'g'ri proporsional degan, to'g'rimi? To'g'ri proporsional deyapti-da, ya'ni ko'paytirilgan. 4 ga 5 ga. Misol uchun 10 yosh bo'lsa 10 kara 4, 12 yosh bo'lsa 12 kara 5. Tushunasizlar? To'g'ri proporsional bir-biriga ko'paytirilgan variantda turibdi. Qaranglar, akasi 5x da, ukasi 4x bo'ladi. Chunki aka ukadan katta-da. Tushunasizlar? Mana qaranglar. Akasi 5 ga proporsional deymandagi 5x deb olaman. Chunki aka katta-da ukadan. Ukasi nima deymiz? Ukasi 4x. Ukasi 4x. Chunki uka kichkinada. Mana bu x qanaqa, misol uchun 10 bo'ladigan bo'lsa 10 kara 5, 10 bo'ladigan bo'lsa 10 kara 4 degan. Aka ukadan kattaligi aniq. Ya'ni ketdi qolgan. 6 yildan keyin degan, mana qaranglar. Orada vaqt o'tdi. A few moments later deylik, o'shanga vaqt qaranglar. 5x plus 6 mi? Mana bu 4x nima bo'ladi? Plus 6 bo'ladi. Chunki ikkalasi uchun vaqt bir xil o'tadi-da. Ketdik. Keyin deyapti mana. 6 yil vaqtdan keyin 7 va 6 ga teskari. Mana qanaqadir bu yoshga kirdi, u 6 ga teskari. Qanaqadir yoshga kirdi, u 7 ga teskari. Savol, qaysi biri katta? A taqsim 6 mi, A taqsim 7 mi? A taqsim 6 katta. Chunki maxraji kichkinasi katta bo'ladi-da. Demak, akani o'rniga A taqsim 6 ni qo'yaman-da. Tushunasizlarmi? Ukani o'rniga A taqsim 7 ni qo'yaman. Joyini almashtirib qo'yib qo'ysak ketdi. Sabab aka katta, uka kichkina. Tushunasizlar? O'sha yerda ketish kerak edi. Algoritm bo'yicha. Keyingisi. Teskari proporsional. Unga ko'ra ukaning hozirgi yoshini toping. Ukaning yoshini top degani, xullas x ni topib ber bo'l deganda. Mana shu yerdan x topib qo'ysak bo'ldimi? Xohlasak akani, xohlasak ukani ham topib ko'ramiz keyin birgalikda. Ikkita sistema turibdi mana. Shu sistemani bir-biriga bo'lib o'raman. Tushundingmi? Bo'ldim. 5x plus 6, 5 da x plus 6 taqsim tagida 4 da x plus 6 teng. A taqsim 6 ni A taqsim 7 ga bo'lyapman. 7 taqsim 6 bo'lib qoladi. Mana bu bo'lama alar qisqarib 7 ga pechib ketib qoladi. Ketdi, ko'paytiramiz. 30 da x plus 36 teng ko'paytiraman. 28 da x plus 42. X topamiz. Bu yoqqa o'tkazib yuboraman. 2 da x, bu yoqqa o'tkazib yuborsam 6 bo'ladi. X o'rni necha ekan? 3 ga teng ekan. Hisob kitobda muammo yo'q, ha? 3 ga teng. Demak, qaranglar. X ni o'rniga 3 qo'y deganda bu. Tushunasizlarmi? X ni o'rniga 3 qo'y degan. Demak, birinchisi 5 ko'paytirilgan 3 15 yosh bo'lgan, 6 yil oldingi holati. 4 ko'paytirilgan 3 12 yosh bo'lgan, 6 yil oldingi holati. Ya'ni boshidagi yoshlardi. Endi meni so'ragan, unga ko'ra ukaning hozirgi yoshini top ber degan. Unga ko'ra ukaning hozirgi yoshini top degan. Ya'ni o'sha yoshi 12 yosh bo'lgan. Hali 6 yil o'tgan yo'q. Tushundingmi? Hozirgi yoshi 12 yosh bo'ladi ekan. Tushundingmi shohsiz? Aniq tushunyapsiz. Mana 6 yil ikkalasiga ham qo'shdim. X qilib birdan ko'paytirdim. A taqsim 6, A taqsim 7 ga kattaroq. Shuning uchun mana bu akani yoshi, bu ukaniki. Ikkita sistema bo'lib yuborsam A'lar yo'qolib qoladi. Tushundingmi? X topib qo'ysam chiqdi. Ustoz o'zi shartida ham 7 va 6 ga teskari proporsional deganda mos ravishda aytgan-ku, to'g'rimi? 7 birinchi ukani. Yo'q, u mana chalg'ituvchi der 7 6 qilib qo'ygan-ku. To'g'ri. 6 7 mos ravishda bo'lganda 6 7 bo'lardi. Tushundingmi? Ketdik, 5 ga o'tdik. O'zimiz g'oya qilishimiz kerak. 5 shartini o'qiymiz. Bir fabrikada, bu ham masala. Bir fabrikada ishchi soni 20% kamayib, ish soati 20% ortgan bo'lsa, ish miqdori qanday o'zgargan? Qaranglar. Bitta fabrikada misol uchun A ishchilar soni deylik, B o'sha ish soati. Shu ikkalasini ko'paytirganimda aslida qancha edi? Aslida, ha, yashaylar. Aslida 100, ya'ni ish sifati hech qanaqa o'zgarmaganda mana. Normada ish soni ketyapti, normada ish soati ketyapti. Me'yorda ishlayapti hamma. O'shanda 100%. Endi aytayapti, qaranglar, shartida. Ish soni 20% kamaydi. Mana bu 20% kamaysa 0.8 bo'ladimi? 0.8 da A bo'ladi. Mana bu ish vaqti qanchaga o'zgardi? 1.2. Ya'ni 1.10 dan 20% ortsa 1.2 B bo'ladi. Shuni topib bergin deyapti. Tushunasizlar? Ketdi. Proporsiya qilib bo'lib olishim kerak. Mana buni proporsiyaga ham necha chiqadi? O'zi to'g'ridan to'g'ri chiqyapti-ku. To'g'ridan to'g'ri. 96 bo'ladi. 96% bo'ladi, to'g'rimi? Normada ketgan vaqtda 100% edi, normadan buzildi. Natija qancha bo'lib qoldi? 96% ga tushib qoldi. Tushunyapsizlar? Demak, oradagi tafovut qancha? 4% kamaydi. Ha, 4% ga kamaydi. 4% ga kamaydi. Aniq tushundingmi? Javob oldim? Savol yo'q, ha? Yaxshi, yozib oldik.